Salom hammaga, men ismim Guli. Bugun mana kanalimda sizlarga tirnoq kasalliklari haqida gapirib bermoqchiman. Ularning qanaqa turlari bo'ladi, ular nima sababdan kelib chiqishi va ularni davolash usullari haqida gaplashamiz. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Xo'sh, boshladik. Birinchisi bu anixalizis. Bu ayniqsa gel lakni lampada qotirib o'tganda kuydirsa ham ko'proq ushlab o'tiradigan klientlarga taalluqli. Buni sabablari ojog, ya'ni kuyish, tirnoqni kuyishi, travma, u yog'i bu yog'iga urib olgan bo'lsangiz, allergiya, gel laklarga allergiya yoki ximikatlarda allergiya bo'lgan bo'lsa, yoki organizmni ichki holati yomonlashishi. Davolash usuli, ya'ni tirnoqni jabrlangan qismini tozalab tashlash, gel lak qoplama qilishni taqiqlash, kuchli ximikatlar bilan ishlashni taqiqlash va maslo chayna derevani surish. Ikkinchisi psevdomoniya, ya'ni sinignoyная palochka. Tirnoqlarimiz yashil ko'k ko'rinishga kirishi. Tirnoqlarimizda ojog yoki travma sababdan ichida bakteriya yig'ilishi, ya'ni bakteriyalar tirnoqni yashil rangga bo'yashi. Bakteriyalar tirnoqni yashil, ko'k, sariq, jigarrang rangga bo'yashini bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Birinchisi, travma asosida tirnoq qismida qandaydir miqdorda qon yig'ilishi, ya'ni tirnoq ustki qismida qon yig'ilishi tufayli tirnog'imizda bakteriyalar yig'ilishi. Bakteriyalar yig'ilishi uchun kerak bo'ladigan muhit bu nam va issiq muhit, ya'ni teplitsa effekti bo'lishi kerak. Buning uchun eng ko'p uchraydigan holat, ya'ni gel lak qilganimizda gel lak ko'chib qolib, orasida отслойка, ya'ni gel lak ko'chib qolgan joyida qorong'i joy, o'tda qo'limiz yuvganimizda vlaga yig'ilib, ya'ni suv yig'ilib, u yaxshi qotmaydi, ichiga chang, kir yig'iladi va biz aytganimizdek qon qandaydir qismda yig'ilishi mumkin. O'shanda bu teplitsa effekti bo'lib, u yerga har xil bakteriyalar yig'ilishi mumkin. Bu asosan tirnoqni narashivaniya qilganda ham bo'ladi. Ya'ni narashivaniya qilganda o'zini texnik qonun qoidasiga rioya qilmaslikdan kelib chiqishi ham mumkin. Davolash usuli, ya'ni tirnog'imizda gel qoplamani butunlay yechib tashlab, jabrlangan qismiga kislotniy primer suramiz. Bu bakteriyalarni kislota o'ldiradi. Uy sharoitida limon kislotasi, tuzli vannochkalar, zamburug'ni o'ldiradigan gel va mazlar ishlatsangiz bo'ladi. Bu vaqtda umuman gel qoplama qilish taqiqlanadi. Bakteriyalar o'lishi uchun gel qoplama qilmasdan tirnog'ingiz ochiq holda bo'lishi kerak. Uchinchisi, anixamikoz, ya'ni zamburug'li kasalliklar. Zamburug'ni simptomlari boshqa kasalliklarga juda o'xshagani sababli biz uni tashqi ko'rinishiga qarab diagnoz qo'ya olmaymiz. Agar sizda mana shunaqa simptomlar bo'ladigan bo'lsa, yaxshisi doktorga uchraganingiz yaxshi. Ya'ni simptomlari bu tirnoqni juda ham qattiqlashishi, rangi o'zgarishi, tirnoq formasi o'zgarib, badbo'y hid chiqishi va odamni sezishi suslashishi. Sabablari travma asosida bo'lishi mumkin, saharni diabet yoki jamoat joyida yuqtirib olish. Davolanishi qat'iyan doktor huzurida bo'lishi shart, ya'ni podolga uchrab davolanishiga maslahat beraman. 4-kasallik anixashizis, ya'ni tirnoqlarimiz parchalanishi va tirnoqlarimiz qavat-qavat bo'lib ko'chishi. Bu kasallikni hayot uchun zararli taraflari yo'q. Faqatgina estetik, ya'ni tashqi ko'rinish, chiroy jihatdan odamga noqulayliklar keltirishi mumkin. Bu kasallik ham ayollarda ham erkaklarda uchrashi mumkin. Simptomlari, ya'ni tirnog'imizni o'sgan qismi qavat-qavat bo'lib tepaga ko'tarilib qolishi. Bu kasallikda tirnog'imiz chetidagi terilarga hech narsa qilmaydi. Faqatgina tirnog'imiz o'sgan qismi qavat-qavat bo'lib ajrab qolishi mumkin va ozgina rangi o'zgarishi mumkin. Asosan ko'rsatkich va o'rta barmoqlarda uchrab turishi mumkin. Buni sabablari mexanicheskiy travma, ya'ni u yer belga urib olgan bo'lishingiz mumkin, yoki ximicheskiy travmalar, ya'ni ximikatlar bilan uyni tozalaganingiz yoki bu narsa bilan ishlaganingizda ximicheskiy travma bo'lishi, yoki ichki
kasalliklar. Organizmdagi ichki kasalliklar bu tirnoqlarimizga aks ettiradi. Shu sababdan tirnoqlarimiz ham jabrlanishi mumkin. Yoki yana boyagidek aytganimizdek zamburug'lik kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Davolanishi ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Agar bu zamburug'lik kasallik bo'ladigan bo'lsa, siz doktorga borib uzoq muddatli lecheniya davolanish kursini olishingiz kerak bo'ladi. Agar bu travma asosida bo'ladigan bo'lsa yoki ximiya vositalari tufayli paydo bo'lgan bo'lsa, buni shunchaki tirnog'imizni ostigacha olib tashlab, sog'lom tirnoq o'sguncha kutishimiz mumkin. Mustahkamlash uchun tirnog'imiz uchun vannochkalar qilsak bo'ladi. Ya'ni har xil tuzli, yodli vannochkalar. 5-si anixodistrofiya, ya'ni tirnog'imizning o'rta qismidan yorilishi. Simptomlari: tirnog'imiz ustki yuzasida har xil tochkalar, har xil chiziqchalar, har xil yoriqlar, tirnog'imiz mo'rtlashishi va yorilishlari, tirnog'imizning ranglari o'zgarishi, ya'ni kulrang va jigarrang ranglarga. Tirnog'imizni terimizdan ko'chishi, boshlang'ich etaplarida tirnog'imizni juda ham yo'qolashishi yoki juda ham qalinlashidan bilishimiz mumkin. Bunaqa simptomlar zamburug'lik kasalliklarda ham bo'ladi. Shuning uchun biz uni ajrata olmaymiz. Faqatgina doktor ajratishi mumkin. Agar tirnog'ingizda qandaydir o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda doktor, ya'ni podologga borishingizni maslahat beraman. Chunki inson o'z ko'zi bilan ularni ajratib ola olmaydi. Kelib chiqish sabablari: ichki organizmga vitaminlar yetishmasligi, qattiq urib olgan travmangiz yoki uzoq muddatli lecheniya u bitta kasallikni, zamburug'lik kasalliklar, teri kasalliklari, yurak kasalliklari, zob, endokrin kasalliklari sabab bo'lishi mumkin. Davolash usullari: uy sharoitida bo'ladigan bo'lsa, har xil vannochkalar, tuzli, yodli vannochkalar, sodali, limon kislotali vannochkalar, sodali vannochkalar qilsangiz bo'ladi. Har xil yog'lar, masalan, maslo chayniy derevi juda ham yaxshi foyda beradi. Har xil vitaminli yog'lar, mazlar ishlatsangiz bo'ladi. Tirnog'ingiz mustahkamlashi uchun. Agar kasallikning sababchisi zamburug' bo'ladigan bo'lsa, doktorga murojaat qilishingizni so'ragan bo'lardim. Ular sizga siz uchun maxsus kurs lecheniya yozib beradi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing, javob beraman. Sizni like va kommentariyalaringiz meni kanalim rivojlanishiga yordam beradi.